Qarindoshlar, Xitoydan mana shuncha zakazlarim yetib keldi. Endi bularni har bittasini birgalikda raspakovka qilamiz. Qani ketdi. Eng birinchi raspakovka qiladigan narsamiz. O'zim uzoq kutgan narsam mana shu. Olaymikan, olmaymikan, olaymikan, olmaymikan qilib juda ko'p o'ylandim. Nega? Chunki bu narsa mana bunaqangi juda bir shiringina narsacha ochki soladigan pastavka. Rosa ko'p ochki sotib olganman. Sonsiz ochni ochki, mana bunaqa kompyuter oldi taqadigan ochki hammasini yo'qotganman. Hammasi qirilib bir narsa bo'lib yo'q bo'lib ketgan. Оказывается, Xitoyda mana bunaqa ochki soladigan jabr-ajoyib narsa bor ekan. Mana buni qaranglar. Birdaniga bir 5-6 ta ochkilarni shunda solib qo'yasizlar. Ya'ni xohlasangiz shunda ochib turadi. Qaysi ochkimni taqiy ekan deb shunda o'rtasidan bittasini tanlab olib ketib taqasizlar. Kerak bo'lmagan payt esa unda yopib olib qo'yasizlar. Hamma ochkilar bitta joyda turadi va har safar u ochkim unaqa bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi, u ochkim unaqa bo'lib yo'q bo'lib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Hamma ochki bitta joyda turadigan va usti juda chiroyli ekan, lekin usti ko'jali, voy buni chiroyliligini va opa, ochilganda ham ilib qo'yishga ham rosa chiroyli. Va buni men nech pulga olganimni eshitadigan bo'lsanglar, aniq shokka tushasizlar. Shunaqa zo'r narxga oldim, shunaqa zo'r narxga oldim. Xo'sh qarindoshlar, aynan mana shu ochki soladigan pastavkani men Xitoydan attiga 806 yuanga oldim. 806 yuanga shunaqangi kattakon. Вообще, sifati zo'r bo'lgan ochki qo'yadigan pastavka. Attiga 806 yuan. Aynan mana shu mahsulotni Xitoydan mengacha ofisimdagi eng yaqin punkt выдачagacha yetib kelish narxi esa attiga 36200 so'm bo'ldi qarindoshlar. Xitoydan mengacha yetib kelish narxi va mahsulotni men sotib olgan narxim jami aynan mana shu ochki pastavka menga mana shuncha narxga tushdi. Rosa ajoyib narxa. Qarindoshlar, aynan mana shu mahsulotni sovg'a qilishga ham juda zo'r mahsulot deb hisoblayman. Ko'pchilik tanish bilishlaringizda ochki ko'p, lekin ochkisini qo'yadigan bunaqa pastavkasi yo'q. Va narxini eshitinglar. Attiga 806 yuan. Esda qolarli, butun umr ishlatadigan rosa ajoyib sovg'a bo'ladi qarindoshlar. Nima dedinglar? Qarindoshlar, navbatdagi raspakovkamiz albatta bu o'yinchoq. Bilaman, shu bugungacha juda ko'p o'yinchoqlarni zakaz qilib sizlarga ko'rsatdim. Endi mana shu katta bo'lmagan bolaman deyman, mana navbatdagi o'yinchoqchamiz shunaqangi chiroyli idishchida kelibdi va bu o'yinchoqcha juda ham qiziq, bolalarni rivojlantiradigan o'yinchoq desam ham bo'ladi. Xo'sh, mana ichidan mana bunaqa odamchalar chiqadi. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Va men zakaz qilayotgan paytim Pinduodu'da mana shu odamchalarning har bittasini yuzi bor edi, rasmlari bor edi. Hozir ochib qarayapman, bittasida ham rasmi yo'q, bittasida ham yuzi yo'q. Nimaga bunaqa? Bunaqa xato nimaga qildi? Bunaqa hech qanaqa odamchaligi ham bilinmayapti-yu, rasmisiz degan shunaqa negativ ketdi. Keyin parasatimni ishlatib qarasam, pastida mana 1 2 3 4 5 6 ta mana shunaqa odamchalar va pastida mana shuncha odamchalarning naklenkasini berib yuboribdi. Har bitta naklenka olinadi va bolajonlarni o'zi xohlagan qahramonini o'yinchoqlarga yopishtiradi. Bu juda ham ajoyib. Va o'yinchoqning mohiyati faqatgina shu naklenkalarni odamchalarning ustiga yopishtirishdami deydigan bo'lsangiz, yo'q. O'yinchoqning mohiyati yanada qiziqroq. Keling, men buni sizga ko'rsatib beraman. Ataylabman eng ko'pini zakaz qilganman, chunki uni ko'p bo'lganda juda chiroyli ko'rinadi deb qanaqa o'ynalishini sizga ko'rsatib beraman. Odamchalarni to'laqonli to'kib olamiz. Faqatgina bitta pachkada ko'rsatib beraman. Odamchalar bir-birini ustiga teriladi. Mana bunaqa qilib mana. Voh. Mana. Va yiqilib ketmaydi, eng qizig'i. Mana. Vah! Yiqilishiga ozgina qoldi. Vah! Xullas, mana shunaqa terib chiqiladi qarindoshlar. Bunga bolalarni chidamli, baquvvat asablari kerak bo'ladi va bittalab mana shu odamlarni bir-birini ustiga terib chiqiladi va mana shunaqangi zo'r bo'lib, katta bo'lib, ko'p bo'lib teriladi. Bitta tesa hammasi ag'dariladi. Rosa qiziq, ya'ni buni bittalab terguncha juda qiziq jarayonlar bo'ladi. 3-4 marta yiqitib yoradi. Ya'ni maza qilib o'ynaladigan o'yinchoq. Men o'zim bolalarim bilan o'ynash uchun shunaqa rosa ko'p zakaz qildim. Aytibman, mana katta bo'lmaganman hali. Aynan mana shu o'yinchoqni o'zi ham bittasini ichidan nechta odamcha chiqar ekan? 7, 8 ta. 8 ta odamcha chiqsa, 8 ta odamchadan 6 ta
pachka chiqadi. 8x6 48 ta odamcha zakaz qilman qarindoshlar. 48 ta odamchani bittada mana shunaqa o'smos terib qo'yishni bir o'ylab ko'ring. Aynan mana shu o'yinchoqni men Xitoydan nech pulga oldim va yetib kelishiga, ya'ni kargoga nech pul to'ladim aytaman. Xo'sh qarindoshlar, aynan mana shu o'yinchoqni men Xitoydan atiga 38.9 yuanga sotib oldim qarindoshlar. 38.9 yuanga shuncha o'yinchoq va bu o'yinchoqni Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 32.700 so'm bo'ldi. Ana endi mana shu o'yinchoqni Xitoydagi narxi, kargo narxi va jami menga tushgan narxi mana shuncha summaga aylandi qarindoshlar. Qarindoshlar, bizdagi navbatdagi raspakovkamiz bu ayollar uchun juda kerak narsa qarindoshlar. O'sha uchun men bitta ko'rganimda ikkita zakaz qo'ydim va men kutganimdan ancha katta keldi. Bu narsa pastellarni to'g'irlayotganda biz pastellarni chetini qo'l bilan tiqib chiqamiz. Qo'l bilan tiqib chiqqanda qancha qo'lli mabitlarni qirib olamiz. To'g'ri, ayollar qirib oladi. Uyda ish qilganim bilinishini qaranglar qarindoshlar. Aynan mana shunaqa pastellarni popravlash qilayotgan paytimiz, to'g'irlayotgan paytimiz qo'l bilan emas, pastellarni burchagini mana shu narsa bilan mundoq qilib tiqib to'g'irlash uchun kerak bo'ladigan organizer. Juda zo'r narsa ekan. Buni ochib ko'ringchi. Men buni kichkinagina bo'lsa kerak deb o'ylagandim-da. Yo'q, bu kichkina emas, ancha katta narsa ekan va mana mundoq tiqib chiqishga yoki mundoq tiqib chiqishga, qo'lingiz kirmaydigan joylarga aniq bu narsa kiradi. Bundoq qaraganda oyoq kiyadigan loshkaga ham o'xshaydi, oyoq kiyim kiyadigan. Lekin unaqa emas, bu именно pastel belyovlarniki. Qanaqa ishlatilishini videosini qo'yaman, mana shu yerda ko'rsanglar bo'ladi va aynan mana shu pastel belyovlarni to'g'irlashga yordam beradigan narsa Xitoydan men nech pulga oldim. Aynan mana shu ikkalasini Xitoydan atiga men 765 yuanga oldim. 765 yuan qarindoshlar. Salkam 3.5-3.8 yuandan u yoq bu yoqdan tushadi. 765 yuan. Rosa zo'r narx, ha? Aynan mana shu mahsulotni Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 12.600 so'm bo'ldi qarindoshlar. 12.600 so'm bo'ladigan bo'lsa, 6.150 so'mdan tushyaptimi kargo narxi donasiga? Xo'sh, bu mahsulotning Xitoydagi narxi, kargo narxi, jami menga kelib tushish narxi mana shunchaga aylandi va mana shu summani albatta ikkiga bo'lish esdan chiqmasin. Sababi bu mahsulotdan menda bitta emas, ikkita keldi. Xo'sh qarindoshlar, nima deb o'ylaysizlar? Shuncha pulga olishga arziydigan narsami yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib keting. Men esa raspakovkani davom etaman. Qarindoshlar, men sizga Xitoydan tekinga olgan narsamni ko'rsatmoqchiman. Hazillashmayapman, Xitoydan hozir ko'rsatayotgan mahsulotimni mutlaqo salkam tekinga oldim. Ya'ni atiga 0.26 yuanga, 0.26 yuan so'mda mana shuncha bo'ladi. Atiga 0.26 yuanga mana shunaqa o'yinchoq zakaz qildim va bu o'yinchoq bo'lganda ham fufloviy o'yinchoq emas, haqiqatda ishlaydigan rosa zo'r o'yinchoq. Buni birgalikda raspakovka qilamiz va qani bismillahirrohmanirrohim. Atiga 0.26 yuan, ya'ni tekinga uni olamiz, ochamiz. Bu yerda buni qanaqa o'ynash tonlarigacha bor ekan, qoyil. Voyabsha ajoyib. 0.26 yuanga olgan o'yinchog'imni, ya'ni tekinga olgan o'yinchog'imni ishlatib ko'rsatib beraman qarindoshlar. Xullas, mana shu narsani men 0.26 yuanga oldim. Rosa zo'r. Qarindoshlar, bu mahsulot o'zining narxi 6 yuan, salkam 6 yuan turadi, lekin men buni 6 yuanga emas, Pinduodu'ni sirli chegirmalari orqali atiga 0.26 yuanga oldim. Va siz ham Xitoydan zakaz qilishni men zakaz qilish bilaman deyishingiz mumkin, lekin siz mahsulotlarni sirli bo'lim orqali mana shunaqangi suv tekin narxlarga, to'laqonli salkam tekin narxlarga olishni bilasizmi qarindoshim? Qo'ysiz, qayerdan bilasiz? Qarindoshingizni kursda o'qisangiz bilardingiz. Davom etamiz. Qarindoshlar, Xitoydan siz zakaz qilishni o'rganganingizdan keyin yo'lingizda chiqqan har qanaqa suv tekin mahsulotni kerak bo'lmasa ham zakaz qilib olasiz. Bu qanaqa shunaqa narx olaman deb mana zakaz qilgan narsam mana shunaqangi juda bir ajoyib narsa zakaz qildim. Bitta ko'rganda buni nimaligini tushunish rosa qiyin. Atiga 1 yuandan berganim uchun ikkita oldim, 2 yuanga, atiga 2 yuanga mana shunaqangi rosa ajoyib narsa oldim qarindoshlar, mana yuz ko'rinishda. Birinchi o'rinda buni nimaligini topish rosa qiyin. Nima narsa bu? Bilasizlar? Juda javobi oddiy, juda ham. Ko'pincha biz ochkilarni olganda mana bunaqasiga qo'yamiz, bunaqasiga qo'yamiz, qirilib qoladi. Ochkini maxsus qo'yadigan pastavkasi qarindoshlar. Qarindoshlar, ochkini olamiz. Pastavka mana bundoq qilinadi.
mana bundoq qilib qo'yib qo'yiladi ochki. Ochkilar yerga tegmasdan, qirilmasdan mana shu postavkada xuddi ochki taqilgandek turadi qarindoshlar. Atiga 1 yuandan bergandan keyin nimaga olmasligim kerak? Kimgadir podarka qilaman, bittasini o'zimga olib qolaman. Dekoratsiya uchun ham biroz chiroyli narsa. Xitoydan bu mahsulotni mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 3500 so'm bo'ldi. Atiga 3500 so'm. Xitoydan olgan narxim, kargo narxi, jami menga tushgan narxi mana shuncha summa bo'ldi. Stoyitmi? Qarindoshlar, navbatdagi raspakovka. Har safar shunaqa katta raspakovka videolarini qo'ygan paytim kommentariyada muncha ko'p gapiradi bu odam. Shu kamroq gapirib tez narsani ko'rsatsa bo'lmaydimi degan kommentariyalarni ko'raman. Qarindoshlar, mani vlogim bo'lgandan keyin, mani profilim bo'lgandan keyin, men chiqqanimdan keyin bizu qanaqa ko'rsatib berishim mumkin? Men gapirib ko'rsatib beraman deb. Agar yoqmayotgan bo'lsa, ovozni o'chirib, men bu chetda bosib tursanglar, qilib gapirib beraman. U yoq sizlarni qo'ylaydigan narsa. Men mazza qilib gapirib tushuntirib beradigan odamman. Xo'sh, navbatdagi raspakovka bu o'zimni stolim ustiga qo'yish uchun mana shunaqangi ajoyib kalendar etganman. Juda ham zo'r kalendar. Narxini eshitsanglar vaqti mazza qilasizlar. Va hozir ochib sizlarga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana buni qaranglar chiroyligini. Buni qorasi bor edi, oqi bor edi. Qorasi bundoq qaraganda unaqa zo'r ko'rinmadi, oqi chiroyli ko'ringaniga oqini zakaz qildim va mana xatam berib yuboribdi. Voy, mana qo'yildi ana kalendar qarindoshlar. Mana shunday kalendar bo'ladi, stol ustida turadi va har kuni sanani, oyni o'zingizlar o'zgartirasizlar. Magnetika bo'ladi, o'zini qop-qora. Mana misol uchun hozir biz yanvar-fevral oyidamiz. Mana fevralga qo'ydim. Fevral oyiga qo'ydim. Kuni va bugun shanba kun. Mana shanba kunga buni qo'yaman va sana. Bugun sana 14-fevral. Voy-vo, asobiy kunda ekanmiz bugun. Mana shunaqangi ko'rinishdagi kalendar bo'ladi. Va buni hozir narxini aytishimdan oldin, menga mana bunaqa chiroyli Garri Potterga Hogwartsdan keladigan xatga o'xshab chiroyli xat berib yuborishibdi. Nima ekan? Qiziqdim, endi ochib ko'raman. Bo'ldimi shumi? WeChat QR kod. Aynan mana shu mahsulotda Pinduodu'dan emas, meni o'zimdan zakaz qilgan degan WeChat QR kod. Rasa qizuv narsalar bor ekan. Albatta buni image video qilib qo'yaman. Menga qizuv. WeChatdan zakaz qilish zo'ra. Xo'sh qarindoshlar, aynan mana shu kalendarni men Xitoydan atiga 441 yuanga zakaz qildim. So'mda mana shuncha summa bo'ladi. 441 yuanga shunaqangi shiringina kalendarcha, kimgadir sovg'a qilish uchun ham rasa ajoyib narsa va bu mahsulotni Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 16700 so'm bo'ldi. Ana endi buni Xitoydan olgan narxim, kargo narxi va jami menga kelib tushgan narxi mana shuncha summaga aylandi. Xo'sh, mana shuncha summaga mana shu kalendarchani olish stoyitmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib keting qarindoshlar. Men esa raspakovkani davom ettiraman. Xo'sh qarindoshlar, navbatdagi raspakovka mana shunaqangi paketda. Nima aytganman? O'zim esimda ham yo'q. Meni bolalikdagi Tom va Jerry'ni ko'rgan orzuyim-ku bu. Mana bilasizlar bu nimaligini? Voy, bu bunaqa katta bo'ladi deb o'ylamagandim men buni. Voy. Bilasizlar Tom va Jerry'da o'zi umuman amerikanskiy kinolarda, multfilmlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, mana shunaqa narsani bundoq qiladi-da, otib yoradi, mabnasini domda aylanib uchib qaytib keladigan narsa bor-ku. Voy, mana shu narsani aytdim-man. Faqat bu qattiq narsa bo'lmaydimi? Bu silikonli mana bunaqa yumshoq narsa-yu. Bitta mana bunaqa yashilidan, bitta sarig'idan aytgandim va buni men Xitoydan nech pulga oldim, bilasizlarmi? Mana shu janavarni men Xitoydan atiga 4 yuanga oldim. Atiga 4 yuanga ikkita mana shunaqa narsa oldim. Shunda 2 yuandan tushyaptimi donasi? Va aynan mana shu mahsulotni men 4 yuanga olgan bo'lsam, Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 5900 so'm bo'ldi qarindoshlar. Atiga 5900 so'mga shunaqa narsa. O'zini olgan narxi ham rosa arzon va kargo narxi undan ham arzon. Xitoydagi narxi, kargo narxi jami mana shuncha summaga aylandi. Mana shu mahsulot. Buni qanaqa ishlatilish videosini tepada qoldiraman, ko'rsanglar bo'ladi. Otib yorasizlar, aylanib qaytib keladi. Va buni biron kun ko'chaga chiqib, bolalar kam joyda ishlatib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qarindoshlar, keyingi o'zim kutgan raspakovka. Buni nimaligini aniq bilaman. Bu voy, rasa yozda kerak bo'ladigan narsa qarindoshlar. Juda chiroyli ko'rindi, to'g'risi Pinduodu'da. Jivoy qanaqaligi mana hozir birgalikda ko'ramiz. Buni chiroyliligini katta termizda bo'ladi, bilasizlarmi? O'sha termizni mana bunaqa shishali varianti, buni chiroyliligini qaranglar. Bu albatta termiz emas, lekin stakanni mana shunaqa katta versiyasi va
Mana buni temirli, mana bunaqa katta turbushkasi. Yoz issig'ida limonadlarni tayyorlab olib, mojitolarni tayyorlab olib, mazza qilib, ichib, stol ustiga qo'ysangiz ham bo'ladi, olib yurishga ham rosa zo'r. Mana mashinalar bunaqa joyga ham tushadi. Lekin rosa chiroyli ekan bu. Uni qaranglar. Va yopib qo'yadigan bo'lsangiz to'kilmaydi ham bu. Voy shisha. Ana plastmassa emas, qarindoshlar, to'laqonli shisha. Mana. Buni chiroyliligini mana qaranglar, chiroyliligini. Vobshe ajoyib keldi. Va aynan mana shu go'zallikni necha pulga olganimni eshitsanglar, shokka tushasizlar. Aynan mana shu mahsulotni Xitoydan atiga 903 yuanga zakaz qildim. Atiga 903 yuan va Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 60.600 so'm bo'ldi. Va aynan mana shu go'zallikni Xitoydagi narxi, kargo narxi, jami mengacha yetib kelish narxi mana shuncha summaga aylandi va puliga arziydigan mahsulot bo'lib kelibdi qarindoshlar. Shunaqangi chiroyli va asosiy sinmasdan kelgan to'laqonli shisha. Rosa chiroyli, rosa zo'r narsa. Raspakovkani davom ettiramiz qarindoshlar. Navbatdagi mana shunaqangi uzuncha idishda kelgan mahsulotimiz bu. Hayron qolasizlar. Mana plakat emas bu. Ana, bu orqasi magnitlik. Faqatgina hozir qayrilgani uchun to'g'ri turmayapti. Oldi esa doska, xolodilnikka yopishtiriladigan doskacha yokida shunaqa magnitliklik bor joyda temirli nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma joyga yopishtirsa bo'ladigan doska. Primerda mana bunaqa xolodilnikka yopishtirib qo'yasizlar. Mana yopishadi shunaqa. Xolodilnikka esiliga tushgan yokida zametga yopib qo'yishingiz mumkin bo'lgan, kerak bo'lgan narsani ochib yozib qo'yiladi mana. Va o'chirish ham juda oson. Yeslicha bularni ham yopishtirib qo'ysa bo'ladi xolodilnikka. O'chirish esa mana dam qilib o'chiriladi. Mana shu narsani Xitoydan men necha pulga oldim? Atiga 441 yuanga zakaz qildim. Qarindoshlar, atiga 441 yuanga ruchkalari bilan birga, o'chiradiganlari bilan birga, xolodilnikka yopishtiriladigan doskacha atiga 441 yuan so'mda mana shuncha summa bo'ladi. Va bu mahsulotni Xitoydan mengacha yetib kelish narxi esa atiga 15.600 so'm bo'ldi qarindoshlar. Jami Xitoydagi narxi, kargo narxi va jami menga kelib tushish narxi mana shuncha summaga aylandi. Rosa zo'r narx-a? Qarindoshlar, navbatdagi raspakovkadagi mahsulotimiz juda ham zo'r mahsulot. Men anchadan beri zakaz qiladigan mahsulotim. Juda ko'pchilik qarindoshlarimga, tanish bilishlarimga sovg'a qiladigan mahsulotim. Buni nimaligini ko'rsataman-u, lekin nech pulga olganimni ayta olmayman qarindoshlar, chunki bu davlat siri. Chunki bu mahsulotni o'zim sotishni boshlayapman, o'zim marketda. Shu sababdan to'laqonli nimaligini ko'rsataman-u, nech pulligini aytmayman. Nech pulga olganimni aytmayman, eng qizig'i. Va bu mahsulot nima? Bu mahsulot mana shunaqangi yuzga qo'yiladigan maskani, qaranglar qarindoshlar, nechtasi? 1 2 3 7 8 9 10 ta edi. Faqatgina men ikkitasini olib ketib, o'sha ishlatish boshlayapman. Aynan mana shu maskalar, bu qanaqa maska? Ichida mana shu bitta pachkaning ichida 10 ta maska bo'ladi qarindoshlar. Buni bittasini ochib ko'rsata qoling. 10 ta maska bo'ladi va bu qanaqa maska? Shunchalik zo'rmi? Juda ham zo'r. Yuzni momentalniy oqartirib beradigan echki sutidan tayyorlangan maska hisoblanadi. Va anchadan beri o'zim ishlatib kelaman va yaqinlarim ishlatib kelishadi. Juda ham zo'r, rezultati juda ham ajoyib maska mana. Bitta pachkaning ichidan mana shunaqangi 10 ta maska chiqadi mana. Echki sutidan tayyorlangan maska. Shunaqa zo'r narsa, shunaqa zo'r narsa. Olmoqchi bo'lsanglar, Xitoydan narsa zakaz qilishni biladigan qarindoshlar, bilasizlar, skrinshot qilib qidirib olishingiz uchun mana skrinshot qilib olinglar. Besicho zakaz qilishni biladigan qarindoshlarim o'zlariga o'zlari arzon narxda zakaz qilib olishadi. Zakaz qilishni bilmasangiz, lekin shu mahsulotni olgingiz kelayotgan bo'lsa, albatta men ustiga foydamni qo'yib, yaxshi foyda bilan sotaman deng. Ikkita yo'lingiz bor, yo zakaz qilishni o'rganishingiz kerak, yoki mendan sotib olishingiz kerak. Qarindoshlar, bizdagi navbatdagi mahsulotimiz bu ikkita mana shunaqangi zaryadchikni simi. iPhone 14 dan past telefonlarni zaryadchigi originali mana bunaqa, mana hozir masalaga olib ko'rsatdik. Tepasi mana bunaqa Type-C bo'ladi, pasti iPhone zaryadchigi va mana bunaqa lattaligi. Rosa uzun keyin bu, mana hozir uzunligini ko'rsataman, uzunligini ko'rsataman va mana shu Type-C zaryadchiklar, iPhone'ning original zaryadchiklari bizda rosa qimmat sotiladi. Menimcha butun hamma joyda juda ham qimmat sotiladi, lekin Xitoydan tashqari. Xitoydan aynan mana shu original iPhone'ning zaryadchigini ikkitasini men nech pulga olganimni aytsam, shokka tushasizlar. Atiga 1608 yuanga zakaz qildim. 1608 yuan so'mda mana shuncha summa bo'ladi. Ikkitasining narxi atiga 1608 yuan. Xitoydan mengacha, meni ofisimdagi punkt vydachigacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 5200 so'm bo'ldi.
qarindoshlar, 5200 so'mga ikkita zaryadchik keldi ya. Xitoydan olgan narxim, kargo narxi jami ikkala zaryadchikni menga tushgan narxi mana shuncha summaga aylandi. Siz Xitoydan zakaz qilishni o'rganmas ekansiz, oddiygina iPhone ni original sho'nirini ham palon pulga olishga majbur bo'lasiz. Aytayapman, oldingizda ikkita yo'l turibdi. Xitoydan zakaz qilishni o'rganib, mana shunaqa narsalarni juda ham original mahsulotlarni juda ham arzon narxga olish yoki o'zi arzon turgan narsalarni palon puldan originali deb olish. Oldingizda ikkita yo'l har doimgidek. Xo'sh, qarindoshlar, bizdagi eng oxirgi va eng katta raspakovkamiz. Bu mahsulotdan men o'sha 3-marta yoki 4-marta zakaz qilishim. Bittasini sovg'aga oldim, bittasini va nihoyat o'zimga kresloyimda o'tirish uchun oldim. Juda ham foydali, juda ham kerakli narsa deb hisoblayman bu mahsulotni. Nega? Men buni sizlarga juda ko'p marta ishlatib ko'rsatib berganman, o'zim o'tirib ko'rsatib berganman. Opa. Ana. Vah! Buni kattaligini qarasanglar-chi. Voy, buni chiroy nimasan? Sen buncha chiroylisan. Voy, kattaligini buni yostiqchalar bilan birga kelibdi. Atyorkalar, remeshoklar. Wow, prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli. Bu narsa nima? O'tirib, suyanib ishlaydigan bo'lsangiz, charchatmaydigan, qancha ishlasangiz ham, qancha o'tirib ishlasangiz ham charchatmaydigan, juda ham ajoyib nolvoy gravitatsiyalik o'tiradigan sideniyya. Buni men Xitoydan atiga 63 yuanga zakaz qildim. Atiga 63 yuan, vobshe ajoyib narx va Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa 118 ming so'm bo'ldi. Nimaga bunchalik qimmat kargo narxi deydigan bo'lsanglar, salkam 2 kilolik narsa bu qarindoshlar. Salkam 2 kilo uchun 118 ming prosta narx. Va Xitoydagi narxi, kargo narxi, jami menga kelib tushish narxi mana shu mahsulotni mana shuncha summaga aylandi va bu pulga 10 martalab stoyt. Qarindoshlar, siz haligacha Xitoydan qanday qilib mahsulotlarni arzon narxda zakaz qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, qarindoshingiz sizga Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslikka taklif qilaman. To'g'ri eshitdingiz. Aynan siz qarindoshimni Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimiz yaqin kunlarda aynan mana shu yopiq Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Yopiq Telegram kanalimizga qo'shilish uchun mana shu ekraningizdagi QR kod orqali yopiq Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. Mana shu QR kodni skaner qilasiz va bizni yopiq Telegram kanalimizga o'tasiz va Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimizga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Va barcha qarindoshlarimni, aynan mana shu videoni, raspakovka videolarimizni oxirigacha ko'rgan barcha qarindoshlarimni aynan mana shu 2 kunlik bepul darsligimiz bo'lib o'tadigan yopiq Telegram kanalimda kutaman qarindoshlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.